Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida paxta yig'im-terim mavsumini samarali tashkil etishga bag'ishlangan ilmiy-amaliy o'quv seminari yakunlandi. 5 kun davom etgan mashg'ulotlarda paxta terimini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish, texnikalardan unumli foydalanish va hosilni kam talofat bilan yig'ib olish masalalariga e'tibor qaratildi. Ishtirokchilarga paxta terish mashinalarini boshqarishning zamonaviy usullari bo'yicha nazariy va amaliy bilimlar berildi. Viloyatdagi barcha jami 250 dan ortiq mexanizatorlarga zamonaviy hozirgi kecha kunduzda Basharang kompaniyasini, Swing kompaniyasi va FM World kompaniyasidan keltirilgan paxta terish mashinalarini to'lig'icha ularni tuzilishi, ishlash prinsipi, ularni qanday foydalanish, bir-biridan qanday farqlari, ularga qanday texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha to'lig'icha dars bo'lib o'tdi. Bunda o'sha shaxsan o'zim ham o'sha qishloq xo'jalik texnikalaridan o'sha Basharang kompaniyasidan keltirilgan kombaynlarni dars berib o'tdim va shu o'rinda mana shu kompaniyadan kelgan mutaxassislar ham jalb etilgandi. Ular tomonidan hozirgi kecha kunduzda shu kombaynlarga kiritilgan o'zgarishlar to'g'risida mexanizatorlarga ma'lumot berib borishdi. Bundan tashqari kombaynni nafaqat 1 yil, buni 10 yil, 15 yil, 20 yil davomida ishlatishimiz kerak. Buning uchun bevosita ularga servis xizmati ko'rsatishni yoki ularni to'g'ri saqlashni, undan to'g'ri foydalanishlarini o'sha mexanizatorlarimizga dars berib o'tildi. Mashg'ulotlarda mehnat va texnika xavfsizligi qoidalariga ham alohida e'tibor qaratildi, chunki texnikadan to'g'ri foydalanish nafaqat ish unumdorligini oshiradi, balki inson xavfsizligini ham ta'minlaydi. Seminarda olingan bilimlar mavsum davomida texnikalardan oqilona foydalanish, ularning uzluksiz ishlashini ta'minlash va xavfsizlik talablariga rioya etishda muhim ahamiyatga ega. O'quv kursiga kelganimdan maqsad mana shu paxta terish mashinasini olyapmiz. Paxta terish mashinasini tubdan yaxshi o'rganishimiz kerak. Avvalambor o'qitish ishlarini olib borgan olimlar, professorlar hamma gaplarni aytib o'rgatishdi. Men o'zimga kerakli bo'lgan hamma narsani oldim. Paxtaning terishidan boshlab oxirigacha mashinani sozlash, har bir detallarigacha o'rganib chiqdik. Endi paxtani terib bo'lganimizdan keyin ham mashinani saqlash joylarini qo'yib, saqlash joylariga chiroyli joylar taxlashimizni ham hammasini o'rganib oldik. Kelajakda mana shu mashinalarni saqlashimizda ham muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Kelajakda menga yana ham o'qitish ishlari ko'proq bo'laversa, broshuralar, kitoblar chiqaversa, buni o'qib foydalanaversak, foydadan xoli bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu texnikalar bultiram o'rdik ishchi qo'l kuchidan foydalanganimiz yo'q. Bizda bir 500-400 odam ishga qo'l bilan paxta terilardi. Hozir o'sha narsalar bartaraf qildikda, mana shu Basharang degan Xitoyda texnikasidan olganmiz. Mana shu texnikalar bilan bultur hamma o'zimizni o'sha 110 gektar yerimizni shu Basharang texnikasida o'rib olganmiz. Unumdorligi ham yaxshi, qisqa kunlarda yog'in-sochinga qoldirmay yig'ishtirib olganmiz. Bunday amaliy mashg'ulotlar qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish va malakali mexanizatorlar tayyorlashga xizmat qiladi. Bu esa paxta yig'im-terimini qisqa muddatda sifatli va kam yo'qotish bilan o'tkazish uchun muhim omildir.